alaykum. O'zimizning gapda esa yana bir kutilgan mehmonimiz. Bu mehmonimiz bugun ertalab dovon osha bizga yetib keldilar studiyamizga. Garchi o'zlari Toshkentda istiqomat qilsalarda, lekin yaqinlar, qavm qarindoshlar diydori azizlik qilib sog'inib borganlar, lekin ko'rsatuvga chorlov bo'lib Taxtaqoracha devonidan oshib keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum Xush assalom. ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Tabiiyki taniysiz, xushovoz xonanda, sozanda Alijon Isoqov studiyamiz mehmoni. Yana bir bora xush ko'rdik. Hali ertalab shu sizni ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntingizga kirib, qayerdalar, nima qilyaptilar desam, Taxtaqorachadan kelyapmiz-da deb yozib qo'ygan ekansiz. O'shaning uchun aytyapman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana shu sevimli, hamma yoqtiradigan bu fayzli ko'rsatuvni ishtiyoq bilan kutib turgan muxlislarimizga taklifni eshitib, ikkita oyog'imni qo'limga olib yugurib keldik. Yana dovon osha qaytib keldim deb. Albatta. Xush ko'rdik. Haqiqatda kutilgan edingiz. Bundan oldingi ko'rsatuvlarimizda ham yo'qlagan joylarimiz bor. Vaqtimiz to'g'ri kelmagan edi. Va bugun ko'rishlikka nasib qilgan ekan. Qarang, nasiba degan narsa bor-da. Nasib deb qo'yamiz. Nasibamiz qo'shilgan bo'lsa deb qo'yamiz. Harakat qilib erishilganlarimi yoki haligi nasiba bo'lib kelganlarimi qaysi biri qadrliroq? Ularni ajratib bo'ladimi o'zi? Endi avvalo har bir inson bir oldiga katta maqsad qo'yib niyat qiladi. O'sha niyatga yarasha Xudoyim nasibasini beradi baribir. Mani o'ylashim, har kim har xil o'ylaydi bu hayotda. Lekin o'sha bolaligimda eslayman, oddiy o'qituvchi farzandiman. Hozir hoji otam 94 yoshdalar. Hammamizni o'sha yoshga yetkazsin ilohim. Albatta. Maktabda o'qib yurgan paytlarimiz yoki o'sha qishloqdagi yumushlar bilan yurganda o'sha ustozlarimizni, rahmatli Sheral Jo'rayev juda ham bir men uchun bir ulug' inson, o'sha eslayman. Qolaversa Muhriddin Xoliqov rahmatli ustozimiz, Oxunjon Madaliyevlari ijodlarini eshitib, ularni qayta o'sha havas qilardimki, men ham poytaxtga borsam, meni ham muxlislarim bo'lsa, meni ham qo'shiqlarimni sog'inadigan muxlislar bo'lsa degan bir orzu havas bilan mana Allohga shukr, kam sonli bo'lsa ham muxlislarimiz borligiga Xudoga shukr qilaman. Kamtarsiz, juda kam sonli emas. Lekin o'zingizda ham bir orqaga tashlashlar bo'ldi deb o'ylayman-da. Ya'ni nimaga unaqa deyapman Alijon aka? Buni balki sezib turgandirsiz gap nimadaligini. Zo'r ketdi. Sizdagi o'sha birinchi qo'shig'ingiz otashingda yonayin otashingda. Yonayin otashingda. Yonayin otashingda chiqqan payti Alijon Isoqov biz uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni birdaniga paydo bo'lgan yulduzcha bo'ldi. Biz rosa maza qilib eshitdik o'sha qo'shiqni, hatto o'sha paytda radioda ishlardim. Bizda yo'q edi o'sha qo'shiq. Toptirib, mashq qo'shiqni qo'yaylik deb musiqa muharririmiz bilan hattoki gaplashib, iltimos shu qo'shiqni qo'yaylik, rosa chiroyli qo'shiq bo'pti degan paytlarimizni aniq eslayman-da. Undan keyin ham ijod davom etib turdi, keyin Alijon Isoqov birdaniga emas, asta sekinlik bilan soyaga o'tib oldilar. Shunday. Men ochig'ini aytib o'rganganman. Hech qachon hayotimda ham, ijodimda ham, yashash tarzimda ham yolg'onga qurilmagan, hammasi haqiqatga qurilgan. Men to'g'risi o'sha rahmatli Hojiboy Tojboyev bilan Xalqlar do'stligida konsert berganimdan keyin o'sha yonayin otashingda qo'shig'imiz ommalashdi. Meni to'y hashamlarga so'rash boshlandi. Yaxshigina pul taklif qilishardi. Lekin menda o'sha sog'ligimni tiklash uchun 10 yil davomida men shu poytaxtga kelganimiz bo'yicha 97-yil kelgan bo'lsam, 2007-yil o'sha konsert dasturini o'tkazganmiz. 2008-yilda o'sha bitta частный klinikaga borib, o'zimni sog'ligimni qarataman degan paytimda bitta ninadan 2 xil dorini urib, reaksiya berdirib qo'ydi menga. O'shanda men shokka tushib qoldim, stress bo'lib qoldim. O'sha stressda ham hattoki 15 yil davomida kurashdim bu. Dori nojo'ya ta'sir qilgan. Organizmga shunaqami? Reaksiya berib yubordi, men shokka tushib qoldim. Keyin o'zim qo'lim bilan tomirimni ushlab turdim. O'sha medsestra kelib qo'limga o'sha reaksiyani qaytaradigan ukol qilganda ham baribir u miyamda qo'rquv paydo bo'lib qoldi. Katta sahnalarga to'g'ri o'sha mavqeini yo'qotib qo'ymasligi uchun
kuch topib imkon darajasida o'sha siz kelmadingiz, mening ko'z yoshim Qashqadaryolarga ulanib ketdi, orada Jiyron, Zilola, Maftuna, yaqinda. o'shalarni ijro qilib keldimu, lekin bu narsani juda ham qattiq shokka tushib qolgan odam o'zi agar kuch topa bilmasa, yengib o'tish qiyin ekan. Bulut to'sib yuzini oyoqlaydi osmonda, ko'chamizda bir qiz bor, tengi yo'q shu zamonda. Ey bulut to'sib yuzini oyoqlaydi osmonda, ko'chamizda bir qiz bor, tengi yo'q shu zamonda. Ey tengi yo'q shu zamonda. Yonayin otashingda, oqayin ko'z yoshingda, yonayin otashingda, oqayin ko'z yoshingda. O'ylasang meni sanam, men shu laza qoshingda. O'ylasang meni sanam, men shu laza qoshingda. Kuchli mutaxassislar bilan uchrashdim, ularni suhbatini oldim. Har 3 oyda lechina qilardim. Doktorga faqat qo'rquv, stress. Keyin o'sha bir psixolog menga tavsiya qildiki, bu kasallikni yengib o'tish faqat o'zingiz qo'lingizda. Hobbi bilan, o'z qiziqqan hobbi bilan shug'ullanmasangiz, burchak jinnisi bo'lib qolasiz dedilar. Keyin men o'zim tug'ilib o'sgan joyda baliqchilik tashkil qildim. O'sha xo'jaligini, baliqchilik xo'jaligini. O'sha yerda o'sha qarmoq bilan baliq ushlashga qiziqqanligim uchun o'sha orada ozgina ijod qilib, sog'ligimga asosiy e'tibor berib, yengib o'tib ketdim. Xudoga shukr, hozir u stressdan hech narsa yo'q. Hozir juda ham qattiq shijoat bilan yana kirishganman. Chunki shunaqa qilmasangiz bo'lmaydi o'zi. Albatta. Hozir mana talabalar haqidagi bitta qo'shig'imiz o'sha ommalashish arafasida turibdi. Challenge e'lon qilganmiz bunga. Yaxshigina pul mukofoti qo'yganmiz. Qolaversa, agar ko'z tushgan bo'lsa, internetda o'sha shogirdlarimiz hamma o'zlari chiroyli yoshlar ijro qilishyapti. Ijro qilishib, post qo'yishyapti. Ko'rdik bu haqda ham. Yaxshi, sog'liqqa e'tibor berganimiz yaxshi Alijon aka, baribir sog'liq birinchi navbatda, ya'ni sog' bo'lsak, biz oilamizga xizmat qila olamiz, ota-onamizga, farzandlarimizga, yurtga xizmat qila olamiz. Lekin o'sha paytdagi siz erishgan taniqlilik, siz erishgan e'tirof juda ko'pchilikka havas bo'lgan. O'sha paytda ham mash'ulachi ko'p edi. O'sha paytda ham raqobatchilaringiz yetarli edi, ya'ni kundan kun yangi qo'shiq chiqayotgan payt edi-da va bunaqa qarsaklarga, e'tiroflarga sazovor bo'lish qiyin edi. Va shunda hozir o'ylayman-da, nimaga o'shanda olib ketmadilar? Ozgina ko'rindilar. Mana endi sababini hozir o'zingizdan bilib turibman. Yaxshi. U paytdagi raqobat bilan hozirgi raqobatni bir-biriga solishtirib bo'lmaydi qo'shiqchilik borasida. Shunday. Yosh, tajriba hozir Mundoch akaga surilyapti. U o'zingiz uchun ishlab berishi mumkin tajriba, lekin qo'shig'ingizni ommalashish uchun ishlamayapti-da hozir. Menga shunaqa ko'rinadi. Hozir internetda, ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik qo'lga ola olsangiz, shunchalik bo'lib qoldi shekilli. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi bugungi kunda aytganingizdek, ijtimoiy tarmoq orqali mashhur bo'layotgan qo'shiqlarda asosan meni nazarimda birinchi o'rinda bachkanalikka qurilib qoldi. So'zlarda qanaqadir bir yoqimsiz narsalar PR bo'lib, o'sha mashhurlikka erishyapti. Lekin biz unaqa aurada katta bo'lmadik. Bizning ijodimizda har doim vazminlik, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan so'zlar, o'sha xohlasin sho'x ashula bo'lsin yoki o'sha eshitiladigan ashula bo'lsin, albatta unda birinchi o'rinda bizga she'rni ma'nosi, qofiyasi, jarangdorligi kerak bo'ladi. O'shanga biz endi hadeb unaqa narsaga e'tibor bera olmaymiz, chunki hamma narsa ham bir lov etib yonib, ertaga o'sha mukammallik baribir o'zini ustunligini ko'rsatsa kerak. Gapingizga ozgina qarshi chiqaman. Agar internetga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, agar internet olamiga o qadar aralashmaydigan bo'lganingizda edi, siz endi hozir bachkanalik deb boshqacha ifoda qilyapsiz. Men endi internet olami bilan buni tenglashtiryapman. Challenge e'lon qilmagan bo'lardingiz agar sizga bu tomoni kerak bo'lmaganda. Ya'ni demoqchimanki, bugun internet televideniyani o'rnini bosa olyaptimi xonandalarga xizmat qilishda? Bir marta efirda ko'ringanligingiz o'sha bir oy
o'sha internet tarmog'ida o'zingizni yoritib borganingizdan ko'ra ustun. Televideniyani baribir kuchi katta. Rahmat shunaqa deganingiz Ochiq- uchun. ochiq Bekorga oylab ishlamayotgan ekanman. Yo, albatta bu madaniyat sohasidagi bir vakil sifatida aytamanki, televideniyani kuchi baribir kuch. Nigohlaring sirli boqar zilola, qarashlaring o'tlar yoqar zilola. Senga maftun hatto ko'kda hilola, zilola zilola zilola. Senga maftun hatto ko'kda hilola, zilola zilola zilola. Shuncha yillik mehnat ijod bor. San'atga ham o'sha qo'shig'ingizdan otashingda yondim otashingda qo'shig'ingiz bilan kirib kelib qolganingiz yo'q. Avlodinglarda san'atkorlar bor, akalar bor. Vohijon Isoqov otalari siz akangiz bo'ladi. Ular ham san'atdalar yillar davomida. Voha ahli juda ham yaxshi taniydi ularni ijodlarini va Isoqovlar familiyasini, avlodini yana bitta vakili sifatida sizni taniganmiz o'shanda. Rahmat. Endi bu yuk familiyani orqasidan keladigan yuk turaveradi yelkada. Akam shundoq, men bundoq. Endi zo'rdan zo'r chiqadi. Mana bu o'sib kelayotgan avlodlar bor, akalarning farzandlari bor, ularni orasidan chiqib keladi deb. Bormi yana chiqqanlar? Vohidjondan tashqari? Hozir mana ko'pchilikka o'zi aslida tanish, o'ziga yarasha muxlisi yo'q demayman. Yaxshigina muxlisi bor. Qolaversa biz chiqolmagan katta maydonlarda ham 4-5 marta mustaqillik bayramlarida, Navro'z bayramlarida, qolaversa Samarqanddagi sharq taronalarida katta maydonlarda chiqib, men Isoqovlar avlodi bo'ladigan bo'lsam, meni xursand qila olgan bitta jiyanim bor, Maqsudbek Jabborov degan jiyanim bor. Ha, Jabborov akanda o'shancha o'tkazib yuboribmiz. Ha, endi bunga men aytganman. Maqsudjon Isoqov bo'lib chiqsang, bizni yana ham avlodimizdagi mashhurlar soniga bitta mashhur qo'shiladi deganimda, endi ular qanaqa tushungan, o'sha familiyasiga qarab pasportida Maqsudbek Isoqov bo'lganligi uchun shunaqa qilishgan. Lekin men o'sha Koreya kinolarida ko'rganman yoki bir seriallarda ko'rganman, bir mashhurni olib chiqish uchun uni ismini kerak bo'lsa boshqa nom qo'yib mashhurlik darajasiga olib chiqqan narsalar voqeada hayotda ko'p-ku. O'sha uchun men aytganman, uni hech qanaqa nimasi yo'q. Bu Isoqovlar nomini chiqarish uchun meni akalarim, amakilarim, qolaversa men, Vohidjon ozgina mehnat qilmaganmiz. To'g'ri. Endi bu nimani olib ketishda hech qanaqa uyat joyi yo'q. Endi hozir boshladi mana shu internet olamida Maqsudjon Isoqov bo'lib endi chiqishni boshladi. Ana, ko'rdingiz? Baribir otanglarning qozig'ini topadi deydi-yu. Uzr, sal maqol qo'polroq bo'lishi mumkin aynan bu o'rinda, lekin haqligi haq maqolida. Chunki baribir o'sha avlodda vakili ekan, boshqacha hurmat bilan qaraymiz. Rosti gap. Chunki bitta avlod emas, mana 2-3 avlodlarda bo'layapti, qaytarilyapti san'atkorlar bo'lishi. Mayli, bu familiya borasida tushunarli. Maqsudjon Isoqovga ham omad tilaymiz, xayrli bo'lsin boshlagan yo'llari. Bundan boshqalari ham ko'p. Akalarda. Ukalarda bor. Asliddin Isoqov bor, Olovuddin Isoqov bor jiyanim. Yo'q, Ikromjon Isoqov chiqib kelyapti, Elshodjon Isoqov chiqib kelyapti. Siz o'g'lingiz-a Elshod? Elshodjon meni o'g'lim. Ikromjon Asliddinning o'g'li. Endi bular hammasi o'sha ertaga baribir yo yonayin otashingdani yo jironni o'shanga o'xshagan bir hit ashulalar yarataman deb yurgan. Demak, yaqin kelajakda Isoqovlardan tinchlik bormi o'zi deydigan payt kelar ekanda. Bir konsertda Xalqlar do'stigida Handalak guruhi bilan bergan konsertimizda bu Isoqovlar bular buncha soni ko'p deb nima qilishganda, endi biz men aytamanki, talantni Alloh beradi-da. Hech qachon majburiy birovga ashula aytqiza olmaysiz. Meni uydagilarim 9 ta o'g'ildagi 8-farzandman men. Hamma narsaga nimasi bor, layoqati bor.
to'xta buni boshqa kasb egasi qilaylik, shuncha san'atkor yetadi deb rahmatli onam bilan shu hoji otam maslahatlashib mani usta duradgorchilikka qo'yganda. Ha. Usta duradgorchilikka 9-sinfdan borganman. O'qishga borganimda birinchi o'sha sentyabrdagi birinchi o'qish kunida o'sha san'atkorlar yig'ilib o'sha yerda konsert berib, meni ko'rib qolib, Alijon ikkita ashula aytsin deb meni chaqirib olgan. Chiqib turib ikkita ashula aytganimdan keyin o'sha darsga kirsam, domlalarim, "Sen to'ylarga ham borasanmi?" "Ha, to'ylar. Biz to'yda o'tkazib ber. Biz to'yda o'tkazib berib faqat to'yga yurganman. Baribir shu san'atda orqasidan ketdim-da." Aha. Endi Qarshiga o'qishga bordim. U yoqda tugatgandan keyin paxta masalasi bo'yicha bizni u yerdan o'qishdan haydab yuborishdi. Keyin men o'zimcha ijod qilib, audio kaseta chiqarib, ommaga tarqatdim. O'sha 16 ta yozgan ashulam bizni Yakkabog'imizda ommalashib ketdi. O'zim 18 yosh edim o'sha payt. Qarang, u paytda haligi kasetaga ovoz yozish Ha, bo'lardi, shunday, lentali kasetaga. Ha. Uni ham nima qilganmanki, bir to'ylardan ozgina yiqqan pulimga bir buqa deymiz-ku. Aha. O'shani bozordan sotib olib kelib, bir 3-4 oy boqqanimdan keyin qish mavsumi edi. Bir sozanda Botir aka, Normurodov akamiz aytdilar, "Alijon, sen yaxshi ijrochisan-da, o'zingda alboming chiqaraylik. Tayyormisan?" Men dedim, "Uyda dedim yozib yotibman, she'rlar, o'zim qo'shiq Buqa qilyapman." boqayapman dedingizmi? Buqani bilmaydi ular. Keyin pul kerak dedi. "Qancha?" dedim. "Endi bu sozandalarga berishimiz kerak, apparaturaga, keyin ovqatlanishimiz kerak. Baribir xarajatsiz bo'lmaydi" dedi. "Bo'ldi" dedim. Bozorga o'zim olib chiqib, olib kelgan buqamni sotdim-da, o'sha audio albomni chiqarganman. O'sha audio albomim menga hayot yo'limni ochib bergan. Qarang. O'shanda rahmatli amakim yaratgan butun O'zbekistonimizni sevimli qo'shig'i bo'lgan Bahor gemni, "Sen bahorni sog'inmadingmi" qo'shig'i Ikromjon Bo'ronov mana ustozimiz ijro qilganlar. Mana shu "Sen bahorni sog'inmadingmi" qo'shig'im o'sha audio albomda bor edi. Ko'plab 16 ta ashula o'zim 15 tasini yozgan bo'lsam, o'shaning ichida "Sen bahorni sog'inmadingmi" bor edi. O'sha eshitib ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadjon Shokirov bizni tumanimizga, qo'shni tumanlarga, litseylarga, maktablarga konsert uyushtirib borishganda, bu mashinaga o'tirib ko'rgan, bu mashinaga o'tirib ko'rgan bitta bola qo'shig'i. "Kim bu bola?" desa, bir yosh bola, shu Soqiblardan desa, keyin ustoz aytganlarki, "Bu bolani joyi Toshkent, Toshkentga olib boringlar" degan. Men shu kaseta orqali shu buqani sotib mashika hayot yo'lim ochilishi shunday bo'lgan. Bu hayot shunaqa narsaki, kurashdan iborat. Kurashmasangiz hayotni yengilib qo'yasiz. Men ham o'sha ko'p qatori iloyim meni ko'rib turgan Ravshan Komilov ustozimiz, Dilshod Rahmonov ustozlarimizni izidan borib, biz ham to'xtamaylik, shular yoshiga borganda ham o'sha o'z muxlislarimizni yangi ijodlari bilan o'sha bahramand qilib turaylik degan niyatim bor. Ilohim, faqat to'xtab qolmang endi. Chunki bugun hali askiyalar ham bo'ldi, bu haqda kara-karani aytib ham mash'ul aytayotganlar bor, alfavitni aytib ham mash'ul aytayotganlar bor. Yo'q emas-ku, haligi negiz bor-ku, shu negizi bo'la turib faqat o'zingiz aytgandek to'ychivoy bo'lib qolib ketish kerak emas-da. To'g'ri, asosiy boqadigan tirikchilik manbai bo'lishi mumkin, lekin sizda unaqa emas. To'xtang, tirikchilik manbai. O'zingiz aytdingiz, hali ham bor shekilli, o'sha baliqchilik xo'jaligi, chorva bor. Xudoga shukr endi. Otlar qancha bo'ldi? Nechta bo'ldi? Hozir 9 ta bo'ldi. Aha. Mollarchi? Mollar bor. Bir 200 ta bormi? Yo'q, endi ungacha hali ozgina bor. Ha. Endi 180 tacha bor. Endi bunday baliqchilik sohasiga kirganim, men aytdimki, o'sha sog'ligimni yo'qotganimdan keyin o'sha hobbi sifatida o'sha bir 5,5 gektarlik baliqchilik xo'jaligini tashkil qildik. O'sha yerda endi baribir xohlasangiz dala joyda xas-xashak, beminnat joy bo'ladi. U yerda chorvachilik bilan shug'ullanishingizga ham yana bitta imkon beradi. Mana o'sha Jiron degan qo'shig'im tug'ilishiga qashqadaryolik bir haqiqiy bir otni sevadigan, o'sha ot uchun jonni fido qiladigan bir Ulash Murod aka degan bir akamiz borlar. O'sha akamizni otlari turadigan joyga kuyovlari Zafarjon, samarqandlik Nurbek akalarimiz bilan biza Lola Qizg'aldoq ochilgan paytda dam olgani borib qoldik. Adir bo'lsa kerak-da. Juda ham endi Qizg'aldoqni ko'rsangiz havas keladi-da. Aha. Keyin o'sha yerda menga aytdi, "Alijon dedi, bitta O'zbegim qizlari degan qo'shig'ingiz bor-ku" dedi. "Ha. O'shani bitta aytib bering" dedi. "Xo'p" dedim.
o'zbegim qizlari degan qo'shiqni qarsaklar ostida ijro qildik. Ha. Bir 5-6 ta otni bolalarni endi mana shundoq keladi. Bundoq olib keldilarda, Aljon dedi, tanlang, qaysi biri sizga dedilar. Hazillashyapsizmi desam, yo'q dedi, mana tanlang dedilar. Da qaradim, orqada bittasi iymanib turgan ekan. Men aytdim, zo'rini olsam hozir ertaga gap eshitib qolaman, bir narsa bo'lsa dedimda, bittasi iymanib turgan ekan. Men aytdim, shuni olaman dedim. Yo dedi, uni bermayman dedilar. Nima gap dedim. Men dedi, birovga dedi, biya dedi, bermaganman dedi. Men faqat dedi, o'sha erkak otni sovg'a qilishim mumkin. Bu dedi, ertaga dedi, bola tug'adi, boshqa qiladi, naslini bermayman dedi. Bo'lmasa dedim, men olmayman dedim. Siz ham yomon ekansiz. O'zi sovg'a bo'lsa. O'sha ko'payib mana 9 ta bo'ldi. Ha, o'sha ota, o'sha imanib turgan, orqada turgan otni olgansiz. Oxiri rozi qilibsiz-da ularni. Albatta. Yaqin o'tgan zamonda Afrosiyob tomonda tug'ilibdi bir biyron, laqabi yumush jiron. Otasi tulpor edi, bir kami yo'q zot edi. Minglab chopag'onlar ham bir minishga zor edi. Jiron, 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 otlarning zo'ri jiron. Hoji otamiz bilan aytdim, shaxmat olib keldim. Zerikkanda o'ynaysiz. Nima qo'ni qo'shnilar bilan desam, o'yinni bilasanmi dedilar. Yo'q dedim. Keyin o'rgataman dedilar. Mana bunaqa yuriladi. Endi uquvli insonga o'rganish oson ekan. 1-2 oydan keyin yana borsam, otamni yutadigan bo'ldim. Keyin sanashni boshladik. 1 yutdim, 2, oxiri 100 dan oshib ketdi. Biron marta yutarmadilar meni. Qo'ni qo'shnilarim bilan o'ynayman, boshqa qilaman. Keyin bir Furqat aka degan bir bizani to'ylarda olib yuradigan bir shofyor akamiz bor edi. Ularning farzandlari o'sha Jamoljon, Akromjon, ular hozir video operator, o'sha kliplarimni o'sha bolalar syomka qilishadi. Qarshiga to'yga borib qoldik-da, Gassensada yotsak, katta shaxmat turibdi. Shaxmat o'ynaymizmi dedilar. Mayli, men quruq o'ynamayman. Nimadan? Xo'roz so'yib qovurib berardim edi. Qishloqdagilar nima qiladi-da? Hovlisidagi xo'rozni so'yib berib mehmon qiladi. Aha. Bo'pti dedim. Keyin o'sha yerda o'ynab yutqizib qo'ydim unga. Alam qildi menga. Siz yutqizib qo'ydingiz. Men yutqizib qo'ydim. Ha. Ikkinchi marta o'ynaganimda o'zi yutdim, lekin birinchisi o'sha bel bog'lagan vaqtimiz bo'ldi. Xo'roz yutqizib qo'ydim. Keyin juda qattiq alam qildi-da, men bu telefonni olganimdan keyin o'sha onlayn versiyasini ko'chirib oldim. O'yinni, shaxmat o'yinini. O'sha dunyoda nechta davlat bo'lsa, shaxmat o'sha onlayn o'ynaverasiz. O'sha yarim soatlikmi, 10 minutlikmi, 5 minutlikmi o'z vaqtingizga qarab o'ynaverasiz. Bunga o'tib oldim, o'ynab professional bo'lib, keyin uni 5 partiya to'xtamasdan yutdim. O'chimni oldim endi sizdan dedim. Keyin bir televizorda yurtboshimizni bir chiroyli so'zlarini eshitib qoldim. Har bir yangi O'zbekiston farzandi o'sha o'zi bir ixtirolari bilan yoki kimdir daraxt ekib yoki kimgadir yaxshi ilm berib o'sha shogirdni mana shu bizni vatanimizga moslab o'stirib bersa, har sohada o'sha mukammallikni yangi O'zbekistonimizni dunyoga olib chiqish uchun o'zini hissasini qo'shsa, o'sha meni insonim, o'sha meni farzandim degan so'zlarni eshitdimda, o'sha Amir Temur hayotini eshitaman, shaxmat o'ynayman. Endi u yerda shunaqangi so'z ketyaptiki, ta'minot guruhisiz urush bo'lmaydi deyapti. Ta'minot guruhi deyapti, jang maydonini urushdi deyapti, yuragi hisoblanadi deyapti. Men har kuni shaxmat o'ynayman, to'xtamasdan. Ta'minotchi emas, faqat piyodadan boshlanadi. O'sha shoxni mot qilib tugatasiz. Men aytdim, nimaga bu yerda ham urush ketyapti? Hayotda nimaga unaqa deyishgan? Nima uchun ta'minotchi yo'q bo'lmasa degan savol kelib qoldi-da, to'xtatdim, ta'minotchi qo'shsam nima bo'lar ekan degan bir xayol keldida, ta'minot guruhi qo'shdim keyin. To'xting, bitta narsa gapingiz esingizdan chiqmay tursin, savol tug'ilib qoldi. U ta'minotchi guruh qo'shganingizdan keyin demak, shaxmat katagiga ham katay qo'shishingiz kerak-ku. Mana qarang-da, men 4 ta ta'minotchi tosh qo'shganimdan keyin jang maydoni qisqarib qoladi-ku. O'sha uchun bir qatordan qo'shganman.
Aha. Qo'shganimda o'zida 80 kataklik doska paydo bo'lgan. O'zi 8 cheksizlik shaxmatda endi paydo bo'ldi. 64 kataklik o'yinda nima uchun jahon miqyosida o'ynalayotgan o'yinda qarasangiz eng kuchli grossmeysterlar bir-biri bilan durang o'ynab qo'yaveradi, durang o'ynab qo'yaveradi. Chunki yodlab olishdi. Man yaratgan o'yinda buni o'sha O'zbekiston shaxmat federatsiyasini ekspertlar guruhi, mutaxassislar Bobur Sattorov bilan Baxtiyor Jumayev 5 partiya o'ynab ko'rib, bu 64 kataklikdan ko'ra 2,5 barobar kuchli o'yin ekan degan xulosaga kelgan. Demak, imkoniyatlar kengaydi. Kengaygan. Ham qiziq. Ta'minot guruhini yurishini shunaqa bo'lganki, piyoda qanaqa harakatlansa, ta'minotchi guruhi o'shani teskarisini qiladi. Men o'shani boyagi matematikda farzand sifatida yoki hayotda bir ko'p narsaga e'tiborli inson sifatida bir ish qildimki, oq qora hayotda bir qarasangiz, mana siz oq kiyib olgansiz, men qora kiyib olganman. Bexosdan-da endi bu. Ertalab tong otadi, kechqurun quyosh Botadi. Botadi-da quyosh. Mana shu chiroqda ham bittasi minus, bittasi plus degandek, aytdim ta'minot guruhini dedim, nima ish qilsa, shuni dedim teskarisini qilaychi, nima bo'lar ekan deb bittada o'sha narsa hayolimga kelgan, o'ynaganman, shaxmat yaratib qo'ygan. Endi bu narsani keyin o'sha qishloqdagi o'sha aytdim-ku, shaxmatga qiziqadigan ko'pchilik bilan o'ynab ko'rdimda, ular aytayaptiki, buni deyapti, ertaga bir hujjatlashtirib qo'ymasangiz bu g'oyani kimdir o'g'irlab qo'yishi mumkin. Keyin men Adliya vazirligiga bordim. Adliya vazirligiga borib, yangi yaratgan shaxmatimni ularga tavsiya qildim. Ular menga shaxmat plus o'yinni patentlab berishdi. Demak, bu sizning nomingizda yangi o'yin. Albatta. Kashf etilgan yangi o'yin Alijon Isoqov nomida shaxmat plus deb nomlanadi. Qoyil, bravo. Faqat bravo. Demak, bunga mualliflik huquqi olindi. Qarang, men hozir internetga kirsangiz, o'zingiz ham shu tomoshabinlarimiz ham yaxshi biladi. Ozgina bir narsa qilib turib, mana qaranglar, men kashfiyot qildim deydiganlar qancha. Bundoq o'ylab qarasiz. Voy, ha, to'g'ri, yangilik ekanda deb qo'yamiz. Qarab qo'yamiz, qayerda hayron qolamiz, qayerda hayron qolishga ulgurmaymiz. Bu asrlar davomida kelayotgan shaxmat, shatranj o'yini. U yerda hech narsa o'zgarmagan shu kunga qadar. Shunday. Bu katta yangilik-ku. Shunday. Mutaxassislar nima deyishdi, Alijon aka? Mutaxassislar hammasini ko'rsatdik, ularga juda ham ma'qul bo'ldi. Hozir 3 xil tilda kitob chop qilganmiz. Aha. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tilida chiroyli kitoblarini chiqarganmiz. Demak, o'sha yangi o'yinga qo'llanma. Ha, qo'llanma. Aha. O'tgan yili Samarqandda Jahon Olimpiadasi bo'ldi. 28 ta davlatdan kelgan o'sha mutaxassislar bilan uni o'ynab ko'rib, ularga shaxmatlarimizni, kitoblarimizni sovg'a qildik. Mani o'g'lim Shamshodjon 2 marta IELTSdan 7,5 ball olgan. Bravo. Westminsterni a'lo baholarda tugatdi. Endi o'g'lim yonimda edi, o'sha men ingliz tilini bilmaganligim uchun yonimda yurdi. Keyin o'shanda Feshfet Anand, hindistonlik o'sha jahon chempioni grossmeyster, bu aytdiki, kimgadir doska sovg'a qilib, orqasidan ketidan yurib, yana unga kitob berib yurgandan ko'ra dedilar, onlayn versiyasini chiqarib internetga joylab bo'ldi, seni eng katta yutug'ing shu dedilar. To'g'ri. Bugungi zamon talabi shu dedilar. Taklif menga juda ma'qul bo'ldi. Keyin o'sha dasturchilar bilan bog'lanishni boshladim. Bizga rahmat Alisher Sadullayev, qolaversa Baxtiyor Jumayev, Bobur Sattorovlar mana shu Samarqanddagi o'sha olimpiadada bizni shaxmatimizni ko'rgazmasini targ'ibot qilishga yordam berdilar. Keyingi yil o'sha jahon chempionati o'tkaziladi. 120 dan ortiq davlat keladi Samarqandga. O'shanda ham xudo xolasa buni targ'ibotini bizga agar shaxmat federatsiyasi yo'l ochib berishsa yoki ungacha biz EXIM dasturini yaratib dunyoga chiqaradigan bo'lsak, juda katta yutuq bo'ladi yangi O'zbekistonimiz uchun. Endi bitta narsa, Alijon aka, bunga o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Kashfiyot sizniki ma'qullandi mutaxassislar tomonidan, o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan. Chet ellik mutaxassislar ko'rishdi. Ko'rishdi, ketdi. Lekin buni siz qilishingiz kerak. Men harakatdan to'xtaganim yo'q. Hamma yoqda tanishimiz bor. Turkiyada yoki Amerikada yoki chet elda yurgan tanishlarimiz bor. Chet elda mukammal biladigan oshna-og'aylarimiz bor. Bitta ikkitasi menga aytadi, "G'oyangni sotib beraymi?" deydi. Yashang. Shunaqalar chiqmasligingiz uchun u O'zbekistonning nomidan chiqish kerak. Men aytdim, "G'oyangni sotib beraymi? Yaxshigina pul
olib beraman. Men aytdim, yo'q, pulga baho olmayman. Xudo xolasa, qachondir bu narsani biz dunyoga chiqazamiz. Shaxmat vatani O'zbekiston bo'lib qoladi. Rahmat. Hozir yig'lagilarim keldi ochig'i. Agar shaxmatda shunaqa yangilik bo'lsa, u O'zbekistonning nomidan bo'ladigan bo'lsa, men tabriklayman bunaqa kashfiyot bilan. Bunaqa yangilik bilan O'zbekiston faxrlanishi kerak, yurtdoshlarimiz faxrlanishi kerak. Asrlar davomida o'zgarmagan o'sha shatranj bo'lib kelgan shaxmatni bugun mana shunaqa yangi versiyasi paydo bo'ldi. U bizni O'zbekistonlikni kashfiyoti. Albatta. Faqat endi yarim yo'lda qoldirmang. Yo'q, qoldirish niyatimiz yo'q. Agar tarix zarvaraqlariga muhrlana oladigan kashfiyotlar bo'lgan bo'lsa, biz nima uchun xursand bo'lmasligimiz kerak? Hammamizda bunaqa imkoniyat bor, dunyolarga jar solishga arzigulik yangilik. Ishlaringizda omad, lekin ijoddan to'xtab qolmang. Shaxmat o'z yo'liga, qo'shiq ham o'z yo'liga. Alijon Isoqov biz bilan suhbatda bo'ldilar. Ochig'i men xonanda sifatida taklif qilgandim. Tadbirkorliklarini keyin bildim, qiziqishlarini va eng asosiysi bugun dunyo shaxmatiga O'zbekiston tomonidan qo'shilishi mumkin bo'lgan katta hissa, katta yangilik haqida bildim. Bundan juda ham xursandman. Shunaqa suhbat qilganimizdan xursandman. Marhamat, kamera sizga muntazir. Yana bir bor bizni kuzatib turgan muxlislarimizga ming rahmat, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka tilayman. Yangi O'zbekistonimiz yangiliklari bilan butun dunyoni zabt etaversin. Xudo xolasa o'stirgan farzandlarimizni kelajagi porloq bo'lib, shularni baxti kamolini ko'rib, Hoji otam 94 yoshga kirdim. O'zbekistonda eng kam umr ko'rish 90 dan kam bo'lmasin. Hamma 100 lardan oshib yurishlariga Chiroyli niyat tilayman. bo'ldi. Rahmat katta Alijon aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zbekiston nomidan ochiladigan, qilinadigan kashfiyotlar ko'payaversin. Bu faxr, haqiqatda faxr. Alijon Isoqov biz bilan suhbatda bo'ldilar. Siz bilan esa nasib etsa yana uchrashamiz. Omon bo'ling.